Uni ko'rar kuningizda, ya'ni qiyomat kunida emizayotgan onalar emizib turgan bolasini unutar. Ha, dunyoda ena bolasiga yuguradi, beshigini ko'taradi, beshigini quchoqlaydi. Yer qimirlaganda bolasiga osiladi. Lekin qiyomat shunday dahshatki, emizib turgan bolasini tashlab yuboradi. Barcha homilador ayollar o'z homilasini tashlab yuborar. Odamlarni mast, alas holda ko'rursiz. Holbuki ular mast emas. Allohning azobi qattiqligidan, qo'rquvni buyukligidan aql hushlarini yo'qotib qo'yadi odamlar. Wala tahsabanalloha g'ofilan amma ya'maluz zolimun. Dunyoda sizga biroz zulm qilsa, haqiqiy olib ketsa, haqiqiy undira olmasdan, unga javob bera olmasdan ichingiz ezilib qoladi. Tuhmat bo'ladi. Ig'vo bo'ladi. Isbotlay olmaysiz, zulm ko'rasiz. Shunda mo'min odam nima qalbiga bag'ishlaydi, xotirjamlikni.